To'y oshini uy sharoitida gazda tayyorlaymiz. Qani ketdik. Ishoning, katta qozon oshlardan aslo qolishmaydi. Bismillah deb boshlaymiz. Dumbani eritib, pista yog'i bilan omoqda qilib olamiz. Shu joy videoga tushmay qopti. Alohida idishga qaynagan suvga tuz, shakar solib aralashtirib qo'yamiz. Yog' qizigandan keyin go'shtni solib qizartirib qovuramiz. To'g'ralgan piyozni solib, tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. To'g'ralgan sabzilarni solib, ustidan tayyorlab qo'yilgan suvni solib, iritilgan no'xatni solib, kosa bilan yopamiz. Osh naboridan ham shu joyda suvoramiz. Zirvagimiz 1 soat qaynagandan keyin oldindan ivitilgan guruchni suvini to'kib solamiz. Olovni baland qilib damlashni boshlaymiz. Qozon qopqog'ini yopib, guruchni shunaqa parda pishirilsa, guruchlari dona-dona bo'lib chiqadi. Suvi tortilgandan keyin guruchni o'rtaga yig'ib, qoshiq bilan teshib zira solamiz va olovni pastlatib 20 minutga dimlab qo'yamiz. 20 minutdan keyin oshni tagini o'chirib, yaxshilab aralashtiramiz va laganga suzib olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, klass bosib, podpisatsiya bo'lib oling, birga ajoyib taomlar tayyorlaymiz. Sizga oshni qaysi turi yoqadi? Kommentariyada yozib qo'ying. To'y oshini sevadigan yaqinlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.